İsmim Abdulxodjayev Said Islombek. Mani loyiham nomi cancer.ai.uz. Loyiham tibbiyot yo'nalishi bo'yicha ishlaydi. Loyiham bachadon bo'yni saratoni erta bosqichlarda aniqlash va bashorat qilish intellektual tizimi hisoblanadi. Mani loyiham tibbiyot ishchilariga ko'makchi yordam bo'lishiga xizmat qiladi. Bemor kelib analiz topshirganida mani loyiham tibbiyot ishchilariga yordamchi bo'lib ishlashi mumkin. Ishlayapti. Bachadon bo'yni saratoni o'tkir saraton kasalliklarini turiga kiradi, ichiga kiradi. Biz hozir loyihamni bosh sahifasidamiz. Navigatsiya bo'limiga o'tsak, saraton turlari degan sahifa bor. Shunga kiramiz. Kirganimizdan keyin biz bu yerda saraton turini tanlashimiz mumkin. Bachadon bo'yni saratoni tanlaymiz. Biz hozir sahifadamiz. Bachadon bo'yni saratonni aniqlash va erta bashorat qilish sahifasidamiz. Bachadon bo'yni saratoni aniqlash uchun bemor kelib analiz topshirish kerak. Bemor analiz topshirgandan so'ng bemorni analizi tasvir ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni rasm ko'rinishida. Biz bu loyihadan foydalanishimiz uchun, algoritmlardan foydalanishimiz uchun kirish ma'lumotlari bor. Ya'ni biz algoritmlarimiz bor bu yerda. Keyin biz tasvir yuklashimiz kerak. Bu yerda har xil tasvirlar bor. Har bitta bemor analiz topshirganda analizlar hammada har xil chiqadi. Shu sababli bu yerda har bitta tasvir o'zgacha. Har bitta tasvir boshqa tasvirdan ajralib turadi. Biz bu yerda xohlagan tasvirimizni tanlashimiz mumkin. Tasvirni yuklaymiz. Biz mana tasvirni yukladik. Algoritm turibdi, tanlangan tasvirni yukladik. Mana tasvir. Keyin prognoz, ya'ni bashorat qilish degan tugmamiz bor. Shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bizda bu yerda yozuv chiqadi. Model выполняет прогноз. Ya'ni algoritmlarimiz ishga tushdi. Real vaqtda algoritmlarimiz hozir ishga tushdi va ishlayapti. Biz hozir biroz kutib turishimiz kerak. Ozgina natija degan joyi bor. Hozir bu yerda algoritmlarimiz ishlab bo'lgandan keyin javob qaytaradi. Ana bizning algoritmlarimiz ishlashni tugatdi va javob qaytardi. Natija chiqdi. Bizda metrikalar bor. Ya'ni metrikalar tasvir yuklangandan loyihaga cancer.ai.uz loyihasiga tasvir yuklangandan keyin necha soniya o'tdi. Biz shuni loyiham shuni o'lchab chiqazib beradi. Ya'ni taxminan 43 sekund vaqt o'tdi. Biza tasvir yuklaganimizdan so'ng javob chiqquncha 43 sekund o'tdi. Bizda bu yerda keyin foiz shaklida
aniqlik ko'rsatilinadi. Uchinchi ustun, biz yuklagan tasvirimiz, mana biz yuklagan shu tasvirimiz qaysi klassga tegishli? Ya'ni saraton, bachadan saraton bo'yini kasalligini bir nechta turga bo'linadi. Bir nechta klassga bo'linadi. Ya'ni shu tasvir qaysi klassga tegishliligi ko'rsatib beradi. Pastroqda esa bizda jadval bor. Biza yuklagan tasvirimiz qaysi klassga to'g'ri keladi, shuni ko'rsatadi bu yerda. Bizning tasvirimiz SCC klassga to'g'ri kelganini inobatga olsak, bizda bu yerda shu klass nimani anglatadi, bu klass nima degani haqida izoh keltirilgan. Shu izohni o'qib xulosa qilsak bo'ladi. Yuklangan tasvir qaysi klassga tegishli, qaysi guruhga tegishli va nimani anglatadi. Pastroqda esa biz yuklagan tasvir. Loyiha shu shaklda ishlaydi. Loyiham tibbiyot xodimlariga yordamchi, ko'makchi sifatida ishlab kelmoqda. Aloqa uchun bu yerda men bir nechta ma'lumot kiritib qoldirganman. O'zimni elektron pochtam, telefon raqamim, Telegramdagi nickname'im, keyin Instagramdagi nickname'imni qoldirganman bu yerda.